Kecha savdamizda zo'r bo'pti. Men seni ulushing. Gap yo'q, barakasini bersa, qaniydi savdam shunaqa zo'r bo'lib tursa har kun. Zo'r bo'lardi. Umar aka siz so'rab inglizlar kelishibdi. Hozir boraman. Umar aka inglizlar kelibdi deyapman. Bor, qanaqa inglizlar? Xuddi Elizavetani o'zi kelgandek vahima qilasan. Bor shoqqa. Hello. Salom, meniki o'g'iltoy, sizniki gilamlarni ko'rmoqchi. Ha, albatta. Assalomu alaykum. Do you speak English, sir? Speaking English, I live in English. Axir men Charlesdagi mashhur Shastri nomidagi maktabda ingliz va hind tillarini mukammal o'rganganman. Chunki hind kinosi bilan ingliz tili bir. Ayniqsa I love you degan so'zini juda ham hurmat qilaman. Unda muhabbatga farq bo'lishi mumkin. Tavba, nimalar deb tashaman? Choy ichasizlarmi? Ha. Qizim, choy olib-ke. Xo'p bo'ladi. Qanaqa choy ichasizlar? Oq. Arzondan damlab kelaver, guliga bo'veradi. Xullas, sizlarga gilam kerakmi? Ha, eng kattasi kerak. Tushundim. I have zo'r gilam bor. Excuse me, mana hozir I moment bu gilamni Olovuddin ham orzu qilgan, ucha olmagan. Boshqasi yo'qmi? Olovuddin ham shu gapni gapirdi. Excuse me, hozir zo'r gilam ko'rsataman. Mana gilam. Dodammiz zamonidan qolgan eksklyuziv gilam, antikvar. Juda ham sifatli, chiroyli gilam. Xo'sh, yoqdimi? Ochig'i, menga to'yinaga gilam kerak. Ha, gilammi? Qizim, tezlashtir. O'zi qanaqa to'yga kerak? Sunnat to'yimi, beshik to'yimi, challarimi? Bitta eslatib oling. Masalan, men bu sunnat to'yini gilami. Bu gilam haqiqiy qo'l mehnati. Eronning gilami, bo'yoqlari ham soxta emas. Bu gilamni eramizdan avvalgi 1-asrda Aleksandr Makedonskiy o'zining xotiniga qalin pul hisobida bergan, narxi naqd 5000 ko'k turadi.